Ben 87 yılı G'arbi Germaniyaga berip Uyghur edebiyatı hakkında leksiya qildim. Onun mavzusi 3. umumiy yig'indan keyingi Uyghur edebiyatı. Muşu temada Uyg'urning bütün edebiyatını tanıştırdım. Anlığalla intayin qo'sh oldu. Uyghur milletining bosh ekanligini, ularning edebiyatining bosh ekanligini, edebiyatning qilch ekanligini bilib ular hayron qoldi, qo'shal oldi. Bundaqda Germaniya xalqi Uyg'ur edebiyatiga qiziqamdika? İntayin qiziq ekan. Meni leksiyaga taklif qilganlar toza ko'payayotganda mening turli vaqtim to'shib ketib qaytib keldi. Bugungi davr Uyg'ur edebiyati bir cho'ng tema. Bizning hozirgi edebiyatimizda taraqqiyot intayin cho'ng. Bu tarixda misli ko'rilmagan zo'r taraqqiyot bor. Masalan bizda 50 necha 60 ta roman chiqdi. Bu tarix bo'lib boqilgan. Yana birisi bizde bir türküm dünyadaki en ilgar slop ve en ilgar edebiyatının namollarını yaratıştırışıp bir türküm yaşlarımız payda oldu. Bunun ben inantayan koşan. Ama saklanıvatkan meselem az emez. Baza ilgilinin zerbisi kuşurdu edebiyat. Katlık zerbi kuşurdu. Şu da osmu bizim Kayser ediplerimiz hiç demek boyu vermezsin, özünü edebiyatı bağışlap, zor eserlerin icad kılışlarını şugullanmaktır. Bu bizim edebiyatımızın ümidi, bizim edebiyatımızın kelgüsü. Hayatımızı güzel manalarına ata kılıp, öşmez izlerini kaldırgan töhfikarlarımızın hayat haterleri, öşmez haterledi. Esselamu Aleyküm ekran aldığındaki kaderlik görürmen dostlar. Mastana Medeniyet Arqışçak şirketi yolu koygan, ili Almazar salonu bilen Lötün salonu birleşip işlegen Öşmez Haterler filmimiz huzurunlada. Ben riyasetçi dostlarına Musacan Osman. Bugünkü sanımızda biz Uyghur edebiyatımızda namayanda karakterlik yeni yaratkan ataqlıq yazgıcı Zordon Sabır akının hayat haterleri bilen tanışıp çıkmakçımız. Qınadaqtı diqqatına davamlı ekranımızda bolsun. Abral oğlu köz yumdu. Ana yurt ah urar tınmay, yesil yazmışları kaldı. Közümgü sürtümem kanmay. Ana yurt ah urar tınmay. Vesil peymanısı tolmay. Baharda kaytı cem bulmay. Vapadar oğluğa kanmay. Cesur oğlanığa kanmay. Güzel pezlin boğulmağa. Hikayet kısıdır ustaz. Ecep baldur ketip kaldın. Yapayın köp alavet az. Girimsen gungu tarihni. Bayan kıldın yoruq nurluk. Adalet kılbı namendur. Gayur ruhindi yok kulluk. Abral oğlu köz yumdu. Ana yurt hazıdar oyğa. Her bakkanda abralga. Yeşim derya özüm kollak. Ana yurt hazıdar oyğa. Vesil izlep zimin çanka. Dilim teşna, levim kurgak. Yeşim derya özüm kollak. Aldı bilen bugünkü söhbetimiz katlaşkan aziz mehmanlarını bir tanıştırıp ötken bolsak, İl Oblastlık Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin pensioneri yazgıcı, şair, peşqadam muharipçi Tursmamad Emin aka qarşı almaz. Bolşarlik 3. O'rta maktabning til adabiyot o'qituvchisi, Ilay Pedagogika instituti Taranchi madaniyat bazasining yosh tadqiqotchisi Abdurashid Osman qarşı almaz. Mana bugun sizlardan yana ahamiyatli bo'lgan bir suhbatga daxil bo'ldik. Unda biz oldi bilan suhbatimizni boshlab ketgan bo'lsak, Tursmamad aka siz ayni vaqtda yana Ili oblastlik Adabiyot Sanatçılar Birleşmesining rais vazifasini o'tagan. Jumladan siz ijtimoiy faoliyatlarda intayin ko'p bo'lgan. Undaqda Zordon Sabir akimizdan siz qanday faoliyat tutundingiz? Sizda zot qanday ta'sirlarni qoldirgan? O'sha haqda ko'rganlarimizga bir ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz. Bu yerga taklif qilinmaganga alohida rahmat aytaman.
Biz bu söhbət arqılıq bizning qalbimizning to'rtin o'rin olgan xalqimizning qalbida o'zining mangulik haykalini tiklagan yozuvchimiz Zo'rdin Sobir ustida suhbatlashamiz. Bu yil Zo'rdin akamning vafotiga 19 yil bo'laydi. Zo'rdin akamni tilga ilish bilan onun bo'lgan yuksak hurmat, onun bo'lgan qizg'in ishtiyoq bizning qalbimizda davollaydi. Mening Zo'rdin akam haqidagi taassurotim, mening ruhiyatimga baxsh etgan tuyg'ulari mening vujudimni har qachon larzaga soladi. Chunki biz ajoyib bir kunlarni ishimizdan o'tkazgan. U shundoq oddiy yashagan ulug' inson. Lekin o mushu oddiylik bilan ulug'likqa yetishgan. Yozg'uchi bilan birga bo'lgan kunlarimdagi ba'zi aslimlarni so'zlayman. Men Zo'rdin akam bilan tunji qitim 74-yili tanışkan. Buni tafsilotini demay, Abdurashid Osman bu jarayonni yezibdi. 74-yili Atmıraylık William'dan yazgıçlar cemiyetin Wang Yuhu, Teyipçinikam, Katarlık bir Türk'üm, Abdüşkür Türk'de bir Türk'üm, mutakassis şairler Olcığı kelip, proza icadiyeti boyunca bir seminariya yığınış, seminariya yığınını teşkilleşine oturdu. Şu çağda men, Zo'rdin akam, Tursun Yasin, Mahmud Mehmet, Javjigo, Abduz G'ushur qatorliq oltimiz o'sha hozirgi siyosiy maktabning o'rnidagi mehmonxonada bir mezgil birga yotdik, birga tomoqlandik. Ba'zi ijodiylar ustida fikr almashtirdik, mashq asarlarimizni yozdik. Men Zo'rdin akamning shu chaqda bergan birinchi ta'siri bekmi kamtar odam ekan bu. Kaptarlikda ish qilib, hey, mandaqa deb kep ketadiganlar bor. Tili, so'zi, qiyofati odamga bir zo'q beradi. Eng muhimi bu odamning tirishchanligi. Masalan, men shu chaqda G'o'jinoya tashviqot bo'limida gansi tashviqot gansi. Qo'shimcha G'o'jinoya kambag'al dehqonlar, to'ma o'tir dehqonlar komitetining kotibi, bosh kotibi deb qo'ydi. Şu çağlar söhbetleşip görüyorum. Ukam, siz aşağıda işler ekansiz. Dehqonlar hozir yomon qarzda tikchib ketib beribdi. Masalan, mushlar bir misol dedi menze şu yillarda biz tövende ko'rgan taqsimotning 20 tengimi yetmay chiqqanlari. Dehqonlarning qo'shig'ini to'ymayotganlari. Bu qitimqi yillik taqsimotda eng oxirgi yıllık taqsimotda ba'zilarining 1000 so'm, 1500 so'm, hatto uningdan ortiq qarz bo'lganliklari haqida fikr almashtirdik. Ahvolni men o'zimdan bilish tanishtirdim. Bu uzun gapni qisqartib, o'sha yerda to'xtatay. Bu odam bu haqida ko'p o'ylandi, ko'p narsalarni so'radi. O'ylab qoldim. Hali qarzdor hikoyasining detallarini ashada tanlab bo'ldi bu odam. Umuman menga bergan ta'siri nima desa, ulug'liq pek oddiylik ekan. Ulug'liq kamtarlik ekan. Kibr bu narsalarni bekmi xoli, bekmi chiroq odamdi. Mening birinchi deydig'im shu. Ikkinchisi bu odamning turmushidagi qiyinchilik. Men bu yerni mundaq dedim. Zo'rdin akamni kasbiy yozuvchi qilib, Abdunay kattasi bu cho'q imoratlarda o'tiramiz desak, biz yo'qlab qolsak, Abdunaylik bir cho'ng organning yaras to'yida ishga qizlar yaras to'yida ishlar o'tibdi ekan. Ko'zining xunuqlashib ketganda bu mushak yo'riqlikning yetishmaganligi sabab bo'lsa kerak. Ben yig'ini so'zlayotgan so'zim bu. Üçüncüsü bu adamdaki irade. O'smirligidan tortib bugungi kelgichi bo'lgan irade. Siz yanımız Zo'rdin Sobirning izningizdan aniq
kitabınız nəşrdən çıxqandan keyin oqurmanlarning gayet yaxshi bahasiga erishdi. Hozircha endi Zo'rdin Sabrning tadqiqotida yana qanday ilgirlashlar bo'lyapti? Mush to'g'risida ozroq tushuncha berib o'tamsiz. Bo'ldi. Uzoq tarixga ega Uyg'ur adabiyoti xuddi qish-yoz qarmuz ketmaydigan Tangritaqqa o'xshaydi. Xon Tangri cho'qqisi ana shu Tangritaq tog' tizimlarininki ichidagi eng egil cho'qqi bo'lgan o'xshash. Bugungi zamon Uyg'ur adabiyotimizdagi yozuvchi Zo'rdin Sabir Uyg'ur adabiyotimizdagi bir cho'qqa desak bo'ldi. To'g'ri. Yozuvchi Zo'rdin Sabir 1980-yili 3-chi qitim e'lon qilgan Shabnam nomli hikoyasidan boshlab hisoblagan chaqda toki Zo'rdin Sabir vafot bo'lib 2 yildan keyin, ya'ni 2000-yili 11-oyda nashr qilingan Ana yurt romanigacha yozuvchi Zo'rdin Sabirning 18 kitobi nashr qilinib taqdirlandi. Hozirgacha yozuvchi Zo'rdin Sabir vafot bo'lgandan keyin har qaysi matbuotlarda yozuvchiga atalgan 30 parcha marsiya, 70 parcha aslima, 160 parchadan ortiq adabiy obzor maqolasi, 9 dona tadqiqot aslimi kitobi rasmiy nashr qilindi. Mana bu qalbimdagi Zo'rdin Sabir nomli bu kitob yozuvchi Mahmud Muhammadning yozuvchi vafotidan keyin yozib nashr qilingan aslimlar to'plami. Zo'rdin kam vafot bo'lib ketgandan keyin nashr qilingan, ha? Bu kitob Ili Pedagogika institutidagi til adabiyot fakultetidagi Maryam muallim, Abdukim muallim, Sharifa muallim qator muallimlarningki tadqiqot temasi bo'lgan Zo'rdin Sabirning adabiy ijodiyati tadqiqot nomli ilmiy asri. Yozuvchi Mahmud Muhammadning Abral o'g'li nomli aslima kitobi. Sunbek Ibrohim Taymas bilan Qurbonjon Boqiy degan ikki avtorning yozgan bolalarga chiqarilgan Zo'rdin Sabir haqidagi suratlik hikoyalar. Yana Bilqut bolalar shaxsiy hikoyalari, ha? Bu xos Zo'rdin Sabir atalgan surat hikoya. Mana bu kitob bo'lsa Xinjiang universitetininki Filologiya instituti til adabiyot fakultetininki dotsenti, til adabiyot fanlari doktori Muhammad O'shur degan muallimning Zo'rdin Sabir tadqiqoti nomli ilmiy asri. Shu Muhammad O'shurning Zo'rdin Sabir tadqiqoti nomli ilmiy asrining xanjuch nusxasi. Bu 2015-yil nashr qilindi. Bu kitob bo'lsa Markaziy Millatlar Universiteti til adabiyot fakultetininki professori, adabiy obzorchi Akbar Qodir muallimninki Zo'rdin Sabir va uning adabiy ijodiyati nomli ilmiy asri. Mana bu kitob Qashqardagi Muttallib Seyid otliq akamizningki yozuvchi Zo'rdin Sabirning umr manzili va adabiy ijodiyatiga atab yozgan Zo'rdin Sabir va Do'lonliqlar nomli aslima maqola to'plami. Mana ko'rib turibdik, Abdurashidona nurg'unlagan bizning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonimizning har qaysi shahardagi avtorlar, yana Japoniya qizning sharqlab Zo'rdin Sabir to'g'risida yana nurg'unlagan yaxshi bir asarlarni ijod qilibdi, barliqqa keltiribdi. Shu fursatda biz shu barliq yozuvchi avtorlarga chin ko'nglimizdan rahmatimizni 1994-yili yana kuzda Tursun akasizlar shu Do'longa bir qatimliq yig'inga berib ekansiz. Yana mush Do'lon muqomi to'g'risida. Mush vaqtida Zo'rdin kamning atrofiga nurg'ulgan yoshlar o'lishib, "Voy Zo'rdin ka biznikiga bosingiz" deb nayt kutib olibdi ekan. Mush vaqtdan bir eslab beramsiz bizga? Maktabda Do'lon maqom tadqiqot yig'ini ochildi. Shu chaqda men ilida 12 maqom tadqiqot fondi 12 maqomga klassik adabiyotga fond to'plash ishxonasini, avtonom rayonning ishxonasini bizning ili viloyatlik villanga qurgan. İlidagi sho'basiga bizning ishxona jo'rim mas'ul bo'lgan. Shu munosabat bilan Do'lon berib qoldik maktabga. Bu yerga avtonom rayon rahbarlaridan Yanılı Mecit Nasir, Abdurrahman Qahar, Mehmet Rashidin, Mehmet Emin Hoşur, men,
Bundan başka yana bir türküm yazıcılar katlaşkan. Ya biz Golcu'dan 25 adam basaq, Mekit'ten mi 20-30 adam bağındak beriptik. Şular Mekit halkıga, Mekit yaşlarga, Qashqar ya diyardaki yazgıçılarga vakaleten özününki zordan kamık boğan muhabbetini ekegen eserlerini okugan makallarda bayan kılgan. Demek biz Mekit'teki faaliyet külürümüz hem dolar makamı körüş, hem yığın içiş, hem ekskursiya kılış, hem Melike Aman İsa Han'ın ki yurtunu ziyaret kılış degende bu faaliyet bir kaç gün oldu. Ama baştan ahir baygıdak zordan kalkıp biz iyi olanmaya kaldık digidek derecede. Mesela bir güne keşte Müjdatır, Zordunkan ve bir kançımız Mekke'nin ağ köşelerini kırıp elimizde oynatmasak şiyedime yani bir kança vallahi arasında kaldık. Allah'ın kızgın sohbetleştik. Demek Mekke halkı Zordunkan'ın özünün balısı kıvaptı ki. Yaşlarının kalbide şundak bir çonkur orun aptı ki. Onun Mekke hakkında yazılan eserleri hakkında bir deyişinin haceti yok. Demek eser bilen şu vaktiki haletlerini ben seliştirip hakikaten Zordunkan'ın turmuş çökünüşü, turmuşun ügünüşü, başkalarına tesir veriş, bu mu yazgıçılarga ilan veriş cihette? Hiç kanda cazı yok. Kırda oturup paranlaştı yok. Kevezlikten kırvede şadalarını koruvatkan kalktan kıyafet oturaştı yok. Bizge o ya topa Irak'ın boyları bilinmedi. Endi mushu Zordan Sabirning izlab nomli kitobni yozishlik maqsad yoki bo'lmasa mushu tadqiqot qiziqib kelishingizdagi asos sabab natijalar. Nima sabab turtkisida mushu kitobni yozish qiziqib qoldingiz? Ha, bo'ldi. Men 1990-yili to'liq o'tira 1-yil qabul qilingan vaqtimda sinf tarbiyachiimiz taqib bergan til adabiyot darsi kitobdagi yozuvchi Zordan Sabirning Qo'shnilar nomli hikoyasini o'qib, men yozuvchi Zordan Sabirning asarlariga qiziqib qolgan. Men to'liq o'tirni bitirib 94-yili Xinjiang Pedagogika universitetininki til adabiyot fakulteti qabul qilindim. 2000-yili 11-oyda yozuvchi Zordan Sabirning 3 qismliq, ya'ni romani Ana Yurt trilogiyasi nashr qilib taqdirlandi. Men bu kitobni setib olib 2-3 kunda ciddi o'qib buni tugatdim. Meningda yozuvchi Zordan Sabirning Ana Yurt nomli bu romani favqulodda ta'sir qo'zg'adi. Ta'sirotlarim nihoyat o'zgacha bo'ldi, nihoyat mo'l bo'ldi. 2007-yili Abnur rayonimizdagi har qaysi gazeta jurnallarda yozuvchi Zordan Sabirning vafotining 70 yilligini xotirlayli degan shiorlar bo'ldi. Tashabbuslar bo'ldi, tavsiyalar bo'ldi. Shun turkisida har qaysi matbuotlarda yozuvchi Zordan Sabirning umr manzili va adabiy ijodiga oid nurg'ulg'an asarlar bas-bas e'lon qilindi. Men bir adabiyot o'qituvchisi bo'lishim bilan, bir adabiyot yerismini bo'lishim bilan, yozuvchi Zordan Sabirning ixlosmand o'qirmani bo'lishim bilan, men yozuvchi Zordan Sabirga nima ish qilishim kerak degan bu savol meni qattiq o'ylantirdi. İlerideki bir kısım ustozlar va peshqadam adablarningki maslahati bo'yicha men shu chog'da xizmat qilayotgan G'ulji shaharlik 2-o'tir maktabda yozuvchi Zordan Sabirning xotira uyini qurish o'yiga keldik. Bu uyimizni shu chog'dagi maktab mudiri Shuhrat Nig'mat akaga aytdik. Shuhrat Nig'mat aka bu ishimizni qo'llab-quvvatlab, belgili iqtisod ajratdi. Bu xizmatga meni mas'ul qildi. Natijada men shu maktabdagi o'qituvchi ustozlarningki yordami bilan ilhom medatlari bilan yozuvchi Zordan Sabirning xotira uyini qurishga atlandim. 1 yil japoliq iznish orqali 2009-yili 10-oyning 15-kuni Zordan Sabir xotira uyining ochilish murosimi bo'ldi. Keng jamoatchilikka ochib etildi. Shuning bilan meningda mushu xotira uyiga to'plangan nurg'un materiallarni o'qish, ratlash jarayonida yozuvchi Zordan Sabirning umr manzili va adabiy ijodiga oid maqolalarni yozish istagi qo'zg'aldi. Men bir jihatdan boshqalarningki yozgan maqola asarlarini, ya'ni boshqalarning yozuvchi Zordan Sabir haqida yozgan maqola asarlarini o'qib o'rgansam, yana bir tarafdan
o'zimning his hollarini qayta yezib, o'zgartib, ustozlarga ko'rsatib, ularning texnik fikrlari asosida yana o'zgartib, matbuotlarga avatishga boshladim. Natijada 2009 yildan boshlab toki 2016 yilgacha bo'lgan jarayonda yozuvchi Zo'rdin Sabirning umr manzili va adabiy ijodiga oid 40-50 parchalik maqolalar yozdim. Buning ichida 40 parchalik maqolalarni Abnum rayonimizga har qaysi gazeta jurnallarda e'lon qilgan bo'ptimi. 2016 yil beshida Markaziy Millatlar Universiteti Til adabiyoti fakultetidagi ustoz Akbar Qodirning taklif fikri bilan Millatlar nashriyotidagi do'stim Bulqin Qodirning tashabbusi bilan, ularning yordami bilan men bu asrimni Zo'rdin Sabirning izlab degan nomda kitob qilib, ratlab, tuzib nashriyotga sundim. Tursunamka, mana bugun biz yana Zo'rdin Sabirning xotir sarayida filmni suratga olyapmiz. Yana mana Zo'rdin Sabirning turmush buyumlari oldimizda turibdi. Yana taqilgan ko'zoyniki, shunday ishlatgan qalami. Yana shu Zo'rdin Sabir akamiz hayot vaqtida shu Anyurt romani mana shu qalamda tamomlagan ekan, ko'zoynakni taqib. Albatta shu eng oxirgi vaqtda to'g'risida, yoki shu qalam to'g'risida, yoki ko'zoynak to'g'risida bizga tushuncha berib o'tasiz. Zo'rdin Kamning 60 yilligi munosabati bilan chiqib so'zlagan so'zimda haqiqatan Zo'rdin Kamning ko'zi haqida so'zlayapman. Chunki biz 82-yilgi yig'inga borganlardan Mo'min Sapiri, Mehmetjon Sodiq qatorliq bir turkum peshqadamlar kechida Zo'rdin Kamningga yo'qlab bordik tushdan keyingi mezgilda. Kirsak, yarasti uyida manchilik gözlekten oldida yazı diken bo'ladi. Yozgan narsalar bir chiqdi borki. Men so'zlagan vaqtimda dedim, bu odamning ilg'iz binolarda bunda o'tadimikin deb o'ylasak, yer ostida yezib o'tib ekan, yo'riqlik yetishmaslik tufaylidan taqilgan ko'zoyning gradusimi pek yuqori ekan. Shu chog'da mana degani 800 gradusdi. Bu 82-yildagi gap. Keyingi vaqtlarda bu odamning ko'zoynagi 1000 gradusni eshib ketdi. Onu yurt romanı haqida biz boya dedik. Men boya dedim, Zo'rdin Kam jinim chiqib ketadigandak oldirab yozdim, salomatligim bek bo'lmay ketdi dedi. Bu odam jini chiqib ketadigandak o'sha holat turib, romanni tugatib bo'lib, deganda ma'lum Toshijani oldida etgan choy chiqdi. Etgan choyni ichib o'tirib, etgan choy sotgan mo'maydin so'raydi. Onun ahvalını degendeki ki, ana degen hikayeni qaytib ketdi yezib bitgan. Endi mening jinim alan chiqdi. Demek bir odamning o'zini adabiyot beg'ishlashi, mohiyatda o'zini xalqqa beg'ishlash u. Xalqning ruhiyatini ifodalash. Men bunday ruhni oz ushurtiman. Men yaqinda Nobel mukofotiga erishgan Moyanning romanlarini o'qiyapman. Onun 13 qadam Aka degan romanlarda bir xil millatning ruhi bor. Zo'rdin Kamning eng xalqliq tutgan nuqta, agar o'g'limiz desek, bu shu ruhdan o'g'limiz. Bu odam asarlardimi milliylikni, milliy xoslikni, urf-odatni, turmushimizdagi alayliklarni o'z aynicha ifodalash haqida to'la nasihatlarni qiladi. Saqliq alashtirmanglar. Qo'y turmushning o'zi bir asar deydi. Tursunamka, siz Zo'rdin Kam bilan yana shu ijtimoiy faoliyatlarda intan ko'p bo'lgan, unda da Zo'rdin Kamning yoshlarga ko'rsatgan ta'siri to'g'risida azroq bir tushuncha berib o'tamsiz. Dadi yoshlarda Zo'rdin Kamning qaysi jihatlarini o'rganish kerak deb qaraysiz? Yoshlarga bo'lgan ta'siri bu bek chunqur. Mayli adiblar olsun, mayli o'qirmanlar bo'lsin, bu odam zamonimizga yarasha bir ruh etkeldi. Bir davr ruhini yaratdi. Demek bunun ta'sirini men ve boshqalar mo'ljallayolmaydi. Ammo men bu yerda Zo'rdin Kamning yosh yozuvchilarning o'sib yetilish haqidagi ko'ngil bo'lish haqida ikki so'z gapirib. Zo'rdin Kam Amir yurt romanının oyog'ini bugun oxirgi chekitni qo'ydim deb telefon berdi.
Yurdunka ülkenki verdi boyunca Qo'lcida yoshlar bilan bir suhbat chiqini ochmoqchi bo'lgan to'q. Shular bilan bir uyushtirsak, charchab ketdim uka. Bo'ldi qilayli dedi. Va'da berib qo'yibsiz. U kelgan vaqtida Asad Abdurshid, Shuhrat Masum, Abdursid qatorliq bir turkum yoshlarningki asarni o'qigan. Burun o'qigankan ular bilan paranglashganda u yerda bo'lib qoldi-ku deminish vaqtida. Ashlar bir yig'in chaqlab bir turkum yoshlar yetishib chiqyapti-da. Mushularga bir nima qilaydi desa, charchab ketdi dedi. Onda olsa ozroq qiqchamlayli desa, baribir menga vaqt bir uzutinirsam, u menga jet emas. Axir maslahatlashib, men Timinoshur, men Shokirjon, Sidiq Tursun bir qanchamiz Chilanzor deydigan restoran bor-ku. Kelib bir kichik uyushtirishdi. Dörtni kirib o'tirib. Allah, mushuni kengaysak bo'ladi. Yeli jinim chiqadigandak aldirab yozdim dedi. Ma ballar bilan paranglashsam bo'ladi deb ashada ballarga o'zining baribir asarlarni qanday yezish haqida. Ayollarni paranglashsam manglar, ularga aroq ichkizmanglar. Bizimizning turmushida mana jiq ishlar bor. Noqtani mushaqqatlar, zeynlanmışlar, qirtanglar. Demakchi o'g'lim, mushu ikki narsa, buningdan boshqa jiq misollar bor. Vaqt e'tibori bilan mushu ikki narsa zo'rdan kamdan yoshlarga bo'lgan kuyinishi, tarbiyalash haqida yetaklishi bu ta'sir qildi shu chaqda. Bir qism yosh yozuvchilarning asarlariga nisbatan burilish xarakterlik ta'sir ko'rsatdi. Tursunamidga Abdurahmonim bugungi suhbatimizga qatnashib, yanimiz ekranlardagi barliq ko'rganlarimizga bir o'zgachilik, jurnallar turmushiga bir rangdorlik ato qilib berganligingizga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Shunday bizning yana o't yurak shoirimiz Lutfullo Mutallibning taxallusi nomida yana Lutun vaqt boshqarish qo'llanmasini sizlarga oddiy bo'lsa-mu ko'ngil so'g'isib sovg'a qildik. Qabul qilgaysizlar. Bundan keyingi ijodiyat to'g'risida bosgan har bir qadamlaringizga barakatli musobalar yor bo'lishiga shin qalbimizdan tilaklashamiz. O'chmas xotirlar filmimizning bugungi soni mishada oxirlashdi. Kelarki sonimizda ko'rishda omon bo'linglar. Xayr xo'sh.